Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Mana yana bitta mana avtomatini, xolamning avtomatini olib qolyapmiz. Bu xolamiz haligi xolalar. Yana bitta ikkita xolamiz turibdi bu yerda. Bu xolamizni Qashqadaryodan keldi. Qashqadaryodan yaqin turayapmiz. Qashqadaryodan kelganlarida haligi zo'r hassaga qilib yurdilar. Haligi oxiri mana hassani 3 kun tashlab yuboribdi. Qarasa. Bu endi nima bo'lganda aytasiz xolajon? Haligi mana xolajon mana bu siz. Nimalar bo'ldi xolajon? 3 kunda hassani tashladim. Meni travmatolog doktorlar operatsiyaga anaqa Toshkentga borasan, 2 tizangni ham operatsiya qilasan deb edi. Shu kishiga keldi. Xudoga shukr, Allohga shukr. Allohdan shifasi avvalambor bu kishilar sababchi bo'lsin. Mana tayoqni ham tashladim, mana ko'kram tiqib chiqib ketyapman. Mana 10 kun deganda. Qarang, shoshmang. Nima o'zgarishlar bo'ldi xolajon? O'zgarishlar. Mana bu sizni mana ko'pincha odamlar oyog'ini tuzataman deydi-da, masala oyoqda bo'lmaydi. Buni davolab boshlaganingizda nima o'zgarishlar sezdingiz? Siz davolab boshlagandan o'tlarda nimalar bo'ldi? O'tlarda o'zgarishlar bo'ldi. Ancha bo'shab ishlarim, oyoqlarim, mana tizalarim yaxshi. Qatib qolgan edi, bo'shadi, bo'shadi. Xudoga shukr. Ko'pincha odamlar shunday qilib davolanishga harakat qiladiki, ba'zi bitta odamlar davolangan vaqtda faqatgina oyog'ini davolab yuraveradi. Bu xolam faqat oyog'ini ko'rsatganlar. Ya'ni travmatologga boradimi? Travmatolog faqat oyog'ini ko'radi. Oyoqni ko'rgandan keyin faqat oyoq haqida o'ylaydi. İşte biz endi terapevt bo'lganimiz uchun shu oyoqqa qon olib borishni o'ylaymiz. Ya'ni bu ichki organni ko'ramiz. Xolamlarda lecheniya boshlaganimizda shunaqa kekirishlar kuchayib ketib qoldi. Shu yerda kekirishlar kuchaydi. Kuchaydimi? Kuchaydi. Shundan beri kekirib yotibman. Avval kekirmaychi edim. Oldin kekirmasdingiz? Yo'q, kekirmaychi edim. Shundan beri kekirib yotibman. Xudoga shukr. Yaxshiman. Mana o't qoplarga ishlagandan keyin nima bo'ldi ichaklaringiz yana? Ichaklarim yurishdi. Ichib ketdi? Endi bu odamlarni ko'pincha hali gapirdim, haligi ich qotib chiqqan odamlar, o'ti dimlangan odam juda ko'p muammo bo'ladi. Xolamizda ham shundan qotib o'tlar dimlanib, ichaklar dimlanib yuravergan. Tizalarimda shish bor edi. Shishlar qaytdi mana. Oyog'im buklanib qolgan edi. Mana Allohga shukr, ancha yaxshi bo'lib qoldi. Hassani necha kunda tashladim? 3 kunda tashladim hassani. Xola ko'ryapsizmi? Yaxshi, Allohga shukr. Albatta. Rahmat. Avvalambor Xudodan. Alloh taolo xayrli qilsin. Shermatlarga ham rahmat. Xudoga shukr. Mana bu haligi bu xolamiz Buxoroy sharifdan kelgan xolamiz. Mana bu yerda yana bitta xolamiz o'tiribdi. Yana Buxoroy sharifdan kelgan. Shundaymi xola? Bu xolalarimiz haqida shikoyat qiladimi? Bu yog'im og'rib qoldi, bu yog'im og'rib qoldi deyveradi. O'zi qo'llarida jigarning toshmalar toshib ketib qoladi. Shundaymi xola? Mana hozir nasib bo'lsa yana davolaymiz, yana harakat qilamiz. O'zgardingizmi o'zi? Hammasi yaxshi bo'ldi. Ichlar o'tib berdi. Zahidaga ham rahmat. Masaj qildi Zahidajanga. Masaj qilgan qizlaringizmi? Ularni ham bunday. Agarda sizlar o'zlaringizni yana yaxshi qarasalaringiz, ya'ni biz aytgan narsalarni qilsalaringiz, to'liq yurib ketsa bo'ladi hali. Kelishdi. Hali xolamizni ikkinchi kursda ko'ramiz nasib bo'lsa, ikkinchi kursda keladilar. Sizni ham ko'ramiz. Bu xolamlar aytadi, Buxoroga boring dedi. O'z Surxondaryoga ulgurmay yotibmiz. Buxoroda ne bor degani. Xonaga nasib bo'lsa Buxoroda ham qilish niyatimiz, birinchi Toshkentda qilish niyatimiz, undan keyin sekin-sekin qilamiz. Faqat odamlarimiz tayyor bo'lishi kerak. Odamlarimiz yana o'qitishimiz kerak. Qanchalik yaxshi qilsak, ekonomishni davolanamiz. Bu ekonomishni degani hozir bu xolamizning lecheniya qilgan paytda butun organizm lecheniya bo'ladi. Ya'ni o'tam davolanyapti, ichagim davolanyapti, oyog'im davolanyapti, asablarim butun tana tuzalyapti. Bizda o'sha faqatgina agar xolamiz boshqa joyga bo'lsa, faqat travmatolog oyog'ini davolaydi. Biz bo'lsa butun tanasini lecheniya qilamiz. Shunday bo'ldimi? Biz odamlarning ichaklaridan hammasi tabiiy. Ichaklaridan boshlab lecheniya qilishga harakat qilamiz. Ichagi sog'lom odamning immuniteti 100% ko'tarilib boshlaydi. Ichagingiz yurmasa hozir sizga foyda yo'q. Negaki? Ichaklardagi butun bir shlaklar, zaharlar, ovqatlar faqat ichakda tushadi. Shu xolamiz ham hozir haligi buyuk tishlardan puf deb tushib tuflab borganlar, hozir bittagina tish qopda deshmasam og'izlarda. Nega desangiz, oldindan haligi homilador ayollarimizda bolalarni emizadida bor kalsiyni bolasiga beradi. Keyin haligi tishlari ham puf desam tushib ketib qolaveradi. Nega desangiz, kalsiy yetmay qolgan bo'ladi. Kalsiy yetmay qolishi belgilari bor. Birinchi mana aqlli boshda aqlsiz soch tark etib boshlaydi. Ya'ni sizda sochingiz to'kilayotgan bo'lsa, kalsiy ichib boshlashingiz kerak. Bolangizning yoshgina bolalar emizikli ayollarning yoshgina bolalarda kalsiy ketib boshlasa, soch to'kilib boshlaydi. Mana orqalardan to'kilib boshlaydi. Keyin boshi yassi bo'lib qolishidan oldin albatta kalsiy berish kerak. Shu o'zbek
o'zbek ayollarining bir nosi bor, barini bolasiga beradi, o'ziga bermaydi. O'zlari zo'rg'a devor suyab qo'ygan bo'lsa, ha, bo'p qopti ikkinchisi deb qo'yadi. O'zi 1 yosh hali birinchisi, yana ikkinchisi. Shuning uchun rejalashtirish kerak. Bu xolamiz ham organizmga kalsiyni berib ana undan keyin kalsiyni qolmay qolib, tishlar ham etib tushmaydi bor ekan. Xolam tark etib qolibdi. Ana shuni tizzaga kalsiy yetmagan. Shunday bo'lgan xolam tishlar qoldi. Xuddi shunda kalsiy ichilmagan. Bu xolam o'ylaganki, men shu kalsiysiz ham yashab ketaman deb, lekin mana oyoqlar ko'tarmay qoladi. Kalsiy xuddi karkasga o'xshash, haligi uyda nolari bo'ladi, o'sha qattiq ushlab turadigan qismlari bo'ladi. O'shanaqa narsa bu kalsiy. Mushakni ushlab turadi, suyakni ushlab turadi, bo'g'imlarni ushlab turadi. Odamlar albatta o'sha kalsiyni ichishga harakat qilish kerak. Bu kalsiy dori emas. Bu organizmga kerakli oziq moddaning bir qismi bo'ladi. O'shaning uchun albatta nima qilamiz xola? Kalsiy ichamiz. Biz kalsiy beramiz odamlarga, lekin ichagini tiklamasdan kalsiy berib bo'lmaydi. Bitta odamning ichagini tiklamasdan, ichi qotib yotgan bo'lsa, ichi dimlanib yotgan bo'lsa, mana xolamga o'xshab o'tlar tiqilib yotgan bo'lsa, foyda bermaydi bizga. Chunki kalsiy so'rilmaydi. Ichasiz, kalsiy so'rilmaydi. Yana savol xola. Savol yana xola. Yaxshi, xudoga shukr. Rahmat. Alloh taolo xayrli qilsin. Sizlarga bitta narsa, hozir aytayotgan narsalarim har bitta oila, har bitta ayol, emizikli ayol birinchi farzandni rejalashtirish kerak. Ikkinchisi oziq moddaga ayol o'zini to'yintirish kerak. Ayollar agar oziq moddaga, kalsiyga to'yingan bo'lmasa, vitaminga to'yingan bo'lmasa, bolalar anjiq yig'loq bo'lib qoladi. Keyin haligi kechasi va deb chiqadi, vitamin, vitamin iching deb chiqadi u bo'lsa. Bola qayerda bilsa vitaminga, ana onasi bilsa. Ona bo'lsa sochi to'kilib, kechasi uxlamayapti, mashaqat qilib haligi aytgani kelib mana shu. Bolamizning kallasi bir chayqalib qoldi hammasiga. Nima qilar ekanmiz? Vitamin ichish kerak. Ana. Birinchi onalarga vitamin berish kerak. Onalarga otalar olib berish kerak. Ana shuni olib berish kerak. Ona qancha sog'lom bo'lsa, bola shunday sog'lom bo'ladi, xotirasi yaxshi bo'ladi. Ana tug'ilgandan keyin haligi onaga ham bolaga ham chopmangda, haligi ko'rpani ko'paytirmasdan, mevalni ko'paytirmasdan onaga nima qilish kerak birinchi? Vitamin oziq modda olib berishimiz kerak. To'ydan oldin kelinlarimizni, qizlarimizni kelin bo'lishdan oldin tayyorlanish kerak. Haligi rejalashtirish kerak. Hech bo'lmasa kamida 2 yil bo'lish kerak bitta farzandning ikkinchisining orasi. Shunda ona organizmi tiklab oladi. Lekin 3-4 ta farzand bo'lgandan keyin ba'zi tiklay olmay qoladi. O'shanda ham haligi keyingilarni cho'zib unaqa qilishga harakat qilish kerak. Ona qancha tiklansa, onaning tishi joyida turadi, onaning sochi joyida turadi. Bo'lmasamga onalarimizning ham boshidagi aqlsiz soch aqlli boshi tark etib qoladi. Keyin eshitgan, ana shunday qilamiz. Keyin beli og'rigan, tishi og'rigan shunday qilib qoladi. Shuning uchun hamma o'ziga o'zi qarashga harakat qilish kerak. Doktorlar sizning uyingizda nima qilayotganimizni bilmaymiz, faqat men kelganingizdan keyin ko'ramiz. Ko'rsak, hammasi dog' bosib yotibdi, bir narsa o'yatgan bo'lmasin. Salomat bo'lasizlar, Alloh taolo xayrli qilsin. Xolajonlar, bizning xolajon bo'ladi. Bu xolam hammalarimizga ishlarimizga omad, rivoj tilaymiz. Ko'rinib turing xola, kelasi safar ham ko'ramiz.